Qizim uxlaganda tishi g'irchillayotgandi. O'g'limda muammo tengdoshlariga nisbatan bo'yi pastroq. Keyin ozg'iroqda ham bo'yi pastda, bes olmayapti, bo'yi past. Fotima opaning farzandlarining gichasi bor edi. Kechalari tishlarini g'irchillatardi va birozgina bo'yi past edi. Vitavi mahsulotini xarid qilgandan so'ng qanday natijalarga erishdilar? Keling, hozir qo'ng'iroq qilib bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Vitavi markazidan bezovta qilyapmiz. Xo'p, opa, yaxshimisiz? Rahmat. Farzandlaringizga bizning mahsulotimizni xarid qilgan ekansiz. Ha, juda yaxshi ekanman, natijani ko'rdim. O'zi qanaqa muammolar borligi uchun xarid qildingiz? Ha, qarang, qizim uxlaganda tishi g'irchillayotgandi. O'shaning uchun reklamalarni ko'rdim, qiziqib oldim. O'g'limda muammo tengdoshlariga nisbatan bo'yi pastroq. Keyin ozg'iroqda ham bo'yi pastda, bes olmayapti, bo'yi past. Shunga qiziqib bolalarimga javob berdim. Natijasi qanaqa? Da ko'rdim, g'irchillashlar qoldi. Qizimda qoldi. O'g'limda ham menga sezilyapti, o'ziga sezilmayapti. Bo'yim o'smayapti. To'xta, hali bir oy bo'lmadi-ku. Oxirigacha ichib ol, keyin ko'rasan natijasini deb o'zim shunaqa deb gapirmoqman o'g'limga. Lekin qizimda ko'rdim. Qolib ketdi ana g'irchillashlari, iloyim. Bo'lmasa, ishqilib. Demak, natijasidan o'zingiz mamnunsiz? Da, albatta, rosa xursand bo'ldim. Vitavi mahsulotini boshqa ota-onalar xarid qilish uchun qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Tavsiya qilaman singillarimga. Bo'ldi, endi sharoitimizga qarab olamiz. Biz ham opacha deyapti, qani? Olamiz deyapti, qizlarga maqtadim, singillarimga tavsiya qildim. Sanda mani bolalarimga ham ko'proq sani bolalaringga shu narsa kerak ekan, olib ber deb qizlarga maqtadim, singillarim bolalariga-da. Ularda soch to'kilish, oyoq og'rish, shunaqa muammo bor bolalarida. O'shanga olib ber, befarq bo'lma, yaxshi narsa ekan deb maqtadim. Men hali oilaviy sharoitiga qaraydi. Albatta, va siz o'z farzandlaringizda natijani ko'ra oldingiz va bundan juda ham mamnunsiz. Shunaqa, xursandman. Rahmat, biz ham xursandmiz. Farzandlaringiz hech qachon kasal bo'lishmasin, sog' bo'ling. Ilohim, xo'p, charchamanglar sizlar. Sog' bo'ling. Xo'p. Sizning farzandingizda ham gijja bo'lsa, bo'yi o'smayotgan bo'lsa, immuniteti past bo'lsa, aqliy faoliyatdan o'z tengdoshlariga nisbatan birozgina ortda qolayotgan bo'lsa, hoziroq Vitavi mahsulotlariga buyurtma bering.